Assalomu alaykum. Men Oltinoy Mamirova, Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi aholi bandligi departamentida bosh mutaxassisman. Bugungi mavzuyimiz O'zbekiston 2030 strategiyasining 32-maqsadi, ya'ni yoshlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va ishsizlik darajasini pasaytirishga qaratilgan. Aynan bugungi mavzuyimiz yoshlarga bag'ishlangan ekan. Shuni aytib o'tmasam bo'lmaydi, chunki biz yaqinda tarixiy bir jarayonni guvohi bo'ldik. O'zbekiston tarixda birinchi marta jahon chempionatida qatnashdi. Aynan yoshlarimiz ushbu O'zbekiston terma jamoasida o'ynadilar va maydonga yoshlarimiz kirib kelganda, O'zbekiston bayrog'i hilpiraganda, O'zbekiston madhiyasi yangraganda, menimcha faxr va iftixor tuyg'usini tuymagan o'zbekistonlik bo'lmasa kerak. Biz ham ularni qatorida bir ko'zda yosh bilan bularni guvohi bo'ldik. Yoshlarimiz juda chiroyli o'yinlarni ko'rsatdi va O'zbekiston borligini butun dunyoga namoyon qildi. Bu bizni bitta yoshlar bo'yicha olib borayotgan islohotlarimizning samarasi, bu bizni davlatimizning yutug'i deb o'ylayman. Agar ahamiyat beradigan bo'lsak, strategiyani boshqa maqsadlarda ham aynan aholi bandligiga oid maqsadlar, vazifalar belgilab berilgan, lekin aynan yoshlar bandligini alohida ko'rsatib o'tishdan ham o'ziga yarasha maqsad bor. Chunki bilamiz, O'zbekistonning eng ko'p aholisining eng ko'p qismi yoshlarni tashkil qiladi va umuman xalqaro miqyosda ham qaraydigan bo'lsak, butun dunyo aholisini ichidan yoshlar ko'proq 3-4 barobar yoshi kattalariga nisbatan ishsizlik xavfiga duch kelar ekan va har 4 ta o'zbekistonlikning bittasi yosh hisoblanadi. Va yoshlar bandligini ta'minlash bu yerda dolzarbligini ko'rib turamiz. Tasavvur qilamiz, bitta mahallada 100 ta yosh bor va uni 10 tasi ishsiz. Bu shunchaki raqammi? Yo'q, bu shunchaki raqam emas. Bu 10 ta orzuda kechikishi, 10 ta oilada bir totuvlikni yo'qolishi, 10 ta oilada ijtimoiy barqarorlikni, muvozanatni buzilishi va 10 ta oilada sinov o'tkazilishi demakdir. Shuning uchun ham yoshlar bandligini ta'minlash bu biz uchun juda ham muhim hisoblanadi. Buni muhimligini bu yerda o'tirganlar juda ham o'zlarida yaxshi his qiladi. Chunki kelajagimiz, mamlakatimizning nafaqat iqtisodiy o'sishi, balki ijtimoiy barqarorligi va mamlakatimizning dunyo miqyosida raqobatbardoshligi bu yoshlarimizni hozirgi kundagi va kelajakdagi bandligi bilan bog'liq. O'zbekiston maydon jihatidan kichik, lekin aholi soni jihatidan bir katta mamlakat hisoblanadi va bizni iqtisodiyotimizning kelajakdagi imkoniyatlardan bittasi bu mehnat resurslarini sifatini oshirish, ya'ni ularni sifatli ta'lim bilan ta'minlash, ularni munosib ish o'rinlari bilan ta'minlash masalasi turadi. Shuning uchun agar biz yoshlarimizni ishsizligini kamaytirish yo'llarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, aynan strategiyada yoshlarimizni aynan hozirgi mehnat bozorida, ya'ni mehnat bozoridagi muammolarni bartaraf qilish orqali ularning ishsizligini bartaraf qilish choralarini ko'rayotgan bo'lsa bitta yo'nalishda, ikkinchi yo'nalishda kelajak mehnat bozorida bizning yoshlarimiz qanday ko'rinadi degan masala turibdi. Kelajak mehnat bozorimiz qanday bo'ladi? Biz 20-30 yillar avval agar uyda o'tirib taksi chaqiramiz yoki bo'lmasam uyda o'tirib xaridlarni amalga oshiramiz yoki uyda o'tirib telefon orqali ishlaymiz deyilganda bu qo'l yetib bo'lmas darajadagi orzudek tuyulgan edi, lekin hozirgi kunda bu bizning kundalik odatimizga aylangan. Endi hozirgi 1-sinf o'quvchilari 2035-yilga borib qanaqa kasblarda ishlashi mumkin deganda, umuman xulosa qilib aytish mumkinki 60-70% hali bizga ma'lum bo'lmagan kasblarda ishlashi mumkin yoshlarimiz. U kim bo'lishi mumkin? Sun'iy intellekt maslahatchisi bo'lishi mumkin yoki hozirgi kunda mana raqamlashtirish ketyapti, insonni ID, ya'ni yuz chehralari ham himoyalanishga muhtoj bo'lyapti. Balki ularni ijtimoiy himoya qiluvchi kasb bo'lishi mumkin. Ya'ni yuqorida aytganimdek 20-30 yil burun biz agar SMM content menejeri yoki bo'lmasam SMMchi yoki mobilograf degan kasblarda esa biz hayron bo'lishimiz tabiiy. Lekin shu kunda shu kasbda yoshlarimiz ishlayapti, mehnat qilyapti. Endigi kelajakda hali biz 60-70% qanaqa kasblarda yoshlarimiz ishlashi mumkinligini hali bilmaymiz. Shuning uchun endi ma'lumotlarni yodlash emas, ma'lumotlarni bilish emas, balki ma'lumotlarni tahlil qilish, undan samarali foydalanish va unga bu ma'lumotlar asosida yangilik yarata olish qobiliyati rivojlanishi kerak yoshlarimizda. Aynan strategiyamizda shu maqsadlarimizda shu yoshlarimizni kelajakka ko'nikmalarga tayyorlash bo'yicha ham
bir qator vazifalar belgilangan va hozirgi kunda islohotlarimiz ham shunga qaratilib borilyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Yuqorida aytib o'tdim, hozir yoshlarimiz zamonaviy kasblar bilan ishlayapti va kelgusida qanaqa zamonaviy kasblarni egallaydi bizga hali ma'lum emas, lekin biz aynan yoshlarimizni shu kelajakda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarga tayyorlab borishimiz kerak. Ya'ni qaysi kasb yuzaga kelishidan qat'iy nazar yoshlarimiz shunga tez moslasha olishiga biz ko'nikmalarni rivojlantirib borishimiz kerak. Bu qanaqa ko'nikmalar? Ya'ni ma'lumotlarni tahlil qilish, jamoada ishlash qobiliyati, ya'ni ko'p narsalar jamoada shakllanadi yoki bo'lmasam raqamlashtirishga moslash, ya'ni har bitta yoshimiz bundan keyin raqamlashtirish bo'yicha ishlamasa kelajakda kasbini ham topa olmaydi va yashashi ham qiyin bo'lib qolishi mumkin. Yoki chet tillarni o'rganish. Endi raqobatlashuv milliy miqyosda bo'lmaydi. Endi yoshlarimiz albatta jahonga chiqishga majbur va bu taqozo qiladi. Endi yoshlarimiz chet tillarni bilmasa, bu masalada ham ozgina qiyinchiliklarga duch kelib qolishi mumkin. Kelajak mehnat bozorimiz haqida tasavvurga ega bo'ldik. Xo'p, hozirgi mehnat bozorimizda qanaqa muammolarimiz bor? Asosiy sabablari nima? Hozirgi kundagi mavjud yoshlarimizni ishsizligining asosiy sabablari. Birinchisi, mehnat bozori bilan ta'limni bir-biri bilan uyg'unlashmaganligi desak bo'ladi. Ya'ni ish beruvchi o'ziga boshqacha talabdagi kadrni xohlaydi, lekin bizni ta'lim muassasalarimiz yetishtirib chiqayotgan kadrlarimiz hali ish beruvchilarning talablariga mos kelmayotgan holatlari ham juda ko'p. Shuning uchun ham ko'p bitiruvchilarimiz o'zini ta'lim muassasasini bitirgandan keyin ishsiz qolish holatlari ham sodir bo'lmoqda. Ikkinchisi, tajriba yetishmasligi. Ish beruvchi tajribali xodimni xohlaydi, yoshlarimiz tajriba olish uchun ishlashni xohlaydi. Bu yerda ham yopiq doira yuzaga kelyapti. Yana bitta sabablardan bittasi, qaysi kasbga hozir mehnat bozorida talab yuqori. Bu bo'yicha ham yoshlarimizda ozgina ma'lumotlar olishda muammolar yuzaga kelib qolgan holatlari ham bo'ldi. Hali bizni to'liq yoshlarimiz raqamlashtirishga tayyor bo'lib kirib kelmadi. Bu ham bitta ishsizlikning sabablaridan biri deb bilsak bo'ladi. Xalqaro tajribaga qaraydigan bo'lsak, yoshlar o'rtasidagi shunaqa ishsizlik muammolarini bartaraf qilish bo'yicha mana Germaniyada dual ta'lim modeli ishga tushirilgan. Ya'ni talaba ham o'qish bilan birgalikda haftaning bir qismini ta'lim muassasasida o'tkazsa, qolgan qismini ish korxonada o'tkazadi. Yoki Singapurda bir umrlik o'qish dasturi, ya'ni yoshlarda o'z ustida ishlagan uchun, yoshlar bir ta'lim olgan uchun davlat mablag' bilan ta'minlab turadi. Janubiy Koreyada raqamli ko'nikmalar, ya'ni har bitta yosh IT sohasi bo'yicha, axborot texnologiyalari bilan ishlash bo'yicha yoki sun'iy intellektlar bilan ishlash bo'yicha ko'nikmaga ega bo'ladi. Ular shuning uchun ham raqamli ko'nikmalar bo'yicha butun jahonda birinchi o'rinda turibdi desak ham bo'ladi. Yoki Finlyandiyada bir daraja xizmatlar, ya'ni yoshlarga psixologik xizmatlar ham, ijtimoiy xizmatlar ham, ularning bandligini ta'minlaydigan xizmatlar ham bitta tashkilot tomonidan amalga oshiriladi. O'zbekistonda yoshlar bandligi bo'yicha qanaqa islohotlar amalga oshirilyapti? O'zbekiston bu yo'lda o'zini yo'lini tanlab olgan. Ahamiyatli jihati bizda yoshlar bilan manzilli ishlashning manzilli yondashuvi tashkil qilingan. Yoshlar bo'yicha avvallari alohida davlat tashkiloti bo'lmagan, lekin mana oxirgi yillarda bilamiz, Yoshlar ishlar agentligi tashkil etildi va Yoshlar ishlar agentligi tomonidan har bitta yoshimizga individual yondashish imkoniyati paydo bo'ldi. Ya'ni manzilli yondashuv deyapmiz, har bitta mahallada yoshlar yetakchisi lavozimi tashkil qilindi. Bu har bitta yoshni uyga kirib borish, har bitta yosh bilan suhbatlashish imkoniyatini paydo qildi va har bitta yoshga alohida bir dastur tuzib, ular bilan ishlash imkoniyati ham yaratildi. Yoshlar daftari tashkil qilindiki, bu ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlarimizni alohida ajratib, ularning muammolarini hal qilish mexanizmi yaratildi. Bundan tashqari yoshlar balansi. O'tgan 2025-yilda 93 milliondan ortiq yoshlarimiz elektron bazasi shakllantirilib, ularning qiziqishlari, muammolari, ehtiyojlari barchasi shu balansda ko'rindiki, ya'ni yoshlarimiz nimaga kerak yoshlarimizga va yoshlar uchun nima qilib berishimiz kerak degan ma'noda. Yoshlar bandligi dasturlari, ya'ni yoshlarimizni alohida bir bandligini ta'minlash bo'yicha ishlarni amalga oshirayotgan ishlarimizni tahlil qilib borish maqsadida biz endi yoshlarimizni faqat ish izlovchi sifatida emas, balki ish bilan ta'minlash, ya'ni ish o'rinlari yaratuvchisi sifatida ham ko'rishimiz kerak, chunki bundan keyin barcha ish o'rinlari tadbirkorlar tomonidan yaratiladi va ularni tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun
ishlar ham amalga oshirilyapti. Bularga moddiy yordamlar, grantlar, kreditlar ajratilyapti. Bundan tashqari yoshlar sanoat zonalari tashkil qilingan, ya'ni yoshlar sanoat zonalarida binolar, yer inshootlari, konsalting xizmatlari ularga imtiyozli shartlarda beriladi. Undan tashqari ularga kommunal xizmatlar ham imtiyozli shartlarda berilishi ko'rsatilgan. Adashmasam, mamlakatimiz bo'yicha 205 ta sanoat zonasida qanchalab ish o'rinlari yaratilishiga, yoshlarimizni bandligini ta'minlashga, yoshlarimizni jahon arenasiga chiqish uchun imkoniyatlar yaratilgan. Mehnat bozori bilan ta'lim o'rtasida mutanosiblikni ta'minlash uchun nima ishlar amalga oshmoqda? Dual ta'lim tizimi yo'lga qo'yilganki, kasbiy ta'limga alohida e'tibor berish boshlandi. Ya'ni yoshlarni yuqori malakali mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lgan kadrlarni tayyorlash maqsadida alohida kasbiy ta'lim agentligi ham tashkil qilindiki, bu yoshlarimizga berilayotgan malaka darajalarini yuqori bo'lishini ta'minlashni ularni oldiga maqsad qilib qo'yildi. Va hozirgi kundagi texnikumlarda ta'lim olayotgan aksariyat yoshlarimiz dual ta'lim asosida ta'lim olyapti. Ya'ni mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan ko'p kasblarimiz dual ta'lim asosida ta'lim olyaptiki, ular ham bilim olish bilan birgalikda o'zini korxonasi, ish joyiga ega bo'lib, 70 mingdan ziyod yoshlarimiz 10 millionga yaqin ham ta'lim olib, ham maosh olib ishlayotganligi ma'lum bo'ldi. Mehnat bozori haqida yoshlarga tushuncha uyg'otish maqsadida 9-11 sinf bitiruvchilari hamda texnikumlarda ta'lim olayotgan yoshlarimizga har oyda kamida 2 marotaba ko'nikma va biznes soatlari qo'yilishi yo'lga qo'yildiki, bu soatlarda o'quvchilarga aynan startap loyihalar bilan ishlash, ularda moliyaviy savodxonligini oshirish, ularga bir tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha bilimlar berib boriladi. Maktab yoshidan boshlab biz farzandlarimizni ta'limga yo'naltirish bo'yicha ham bir qator ishlarni amalga oshiryapmiz. Ya'ni maktab yoshidagi bolalarimiz o'rtasida ularni kasbga yo'naltirish tizimi tashkil qilindi. Va bundan tashqari maktab o'quvchilarini o'zini hududidagi ish beruvchilar bilan ta'minlash maqsadida ularga ekskursiyalar tashkil qilish masalalari ham yo'lga qo'yildi. Va bundan tashqari oliy ta'lim muassasalarida ham o'zlarini bitiruvchilarni ishga joylash bo'yicha ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqdaki, bular ertaga yoshlarni bitirgandan keyin qayerga ishga boraman degan xavotirini yo'qotish maqsadida. Va bundan tashqari bilamiz, oliy ta'limda ham raqobat juda kuchli rivojlantirish boshlandi. Xususiy oliy ta'lim tashkilotlari yuzaga keldi. Bu albatta yaxshi, chunki ertaga qaysi oliy ta'lim bitiruvchisi yaxshi ishga joylashib, o'zini kelajakda yo'lini topib kelish imkoniyatiga ega bo'lsa, shu oliy ta'lim muassasasiga boruvchi yoshlarimiz ko'payadi. Shuning uchun ham oliy ta'lim muassasalari ham o'zlari ish beruvchilar bilan hamkorlik memorandumlari tuzish orqali yoki bo'lmasam ish beruvchilarni olib kelib o'zlarining o'quv dasturlarini birgalikda ishlashlari orqali yoki bo'lmasam kompetensiyalarni xalqaro standartlarda kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha o'quv dasturlariga o'zgartirishlar kiritish orqali bu yoshlarni ertaga bandligini ta'minlash bo'yicha choralarni ko'rib bormoqda. Umuman texnikumlar ham o'zgacha ishlashni boshladi. Ya'ni hozirgi kunda mehnat bozorini ham raqamlashtirish bo'yicha ishlar amalga oshirilyaptiki, ertaga mehnat bozoridagi mavjud kasblar, mehnat bozoridagi mavjud ehtiyoj va uni qanday qondirish masalalarini o'rganish uchun aynan Bandlik vazirligi tomonidan Oson ish o'z platformasi ishga tushirildi va biz oliy ta'lim muassasalari bilan aynan bu bitiruvchi yoshlar bilan birgalikda ishlayapmiz. Yuqorida aytib o'tilgan barcha islohotlarimiz O'zbekiston 2030 strategiyasida bizga vazifa qilib belgilab berilgan va biz nafaqat hozirgi kundagi mehnat bozori, balki kelajakdagi mehnat bozoriga ham yoshlarimizni tayyorlab boryapmiz va bunga O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan vazifalar bunga sabab bo'lmoqda. Aynan ushbu maqsadda biz yoshlarimizni ishsizlik darajasini 2030-yilga kelib 8% ga tushirishga erishishimiz kerak va bundan tashqari 400 mingdan ziyod yoshlarimizni bandligini ta'minlash bizga vazifa qilib belgilangan. O'ylaymanki, shu olib borayotgan islohotlarimizni barchasi bizni shu yo'lga boshlaydi. Va yana aytmoqchimanki, yoshlarga
Umuman strategiyada ko'zlangan maqsad yoshlarga faqat kasb emas, balki moslashuvchan ko'nikmalarni ham o'rgatib bormoqda. Bu yuqorida aytib o'tgan barcha misollarda o'zini aksini topgan va bundan tashqari ta'lim va biznes va davlat hamkorligini amalga oshirish ham bu strategiyada ko'zda tutilgan. Umuman yoshlarda bandligiga qaratilgan har qanday investitsiya bu kelajakka kiritilgan investitsiya hisoblanadi va o'zini samarasini beradi. Mazkur islohotlarni amalga oshirish natijasida biz ishsizlik darajasini 2030-yilga borib 8% ga tushirishga hamda 400 mingdan ortiq yoshlarimizni bandligini ta'minlashga erishishimizga ishonaman. E'tiboringiz uchun rahmat.